Va nihoyat 37-haftaga ham keldik va bugun sizlar bilan raddam sumka tayyorlaymiz. Birinchisi va eng muhimi, o'sha poliklinikada qancha kurashlar bilan erishgan обмен kartamiz bilan pasportlarni olib olamiz. Ikkinchi sredniy sumочкamizni rozdal uchun tayyorlab qo'yamiz. Buni ichiga eng arzon sorichkadan solamiz. Va bu yerga yuviladigan rezinoviy tapochkalarni solamiz. Одноразовый plyonki juda ham kerak bo'ladi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. После родовые трусики, prokladki va albatta ko'krak uchun quladichlar, bola uchun kerak bo'ladigan narsalardan pamperslar, влажные salfetki, 2-3 dona muslinovый plyonkalar, lalkamiz uchun 3 komplekt kiyimchalar va palzunkalar. Rozdaldan keyin bizga kerak bo'ladi 2-3 xil pijamalar, 2-3 xil ichki kiyimlar va albatta bandaj. Va shu yerda mikrofonim zaryadi o'chib qoldi. Oxirida bizga kerak bo'ladi kosmetika, ichida kosmetikalar bilan birga va undan tashqari gigiyenskiy narsalar, zubni щетка, pasta kabilar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kimga yuborib qo'yishni bilasiz. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eson-omon qutulib oling homilador quyoncha.